Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar ki: "Akmalul mu'minina imanan ve ahsanuhum huluqan." Mu'minlarning eng iymoni komili dedilar. Akmalul mu'minina iman. Iymon jihatidan mu'minlarda eng mukammali ahsanuhum huluqan. Xuluqi, odob axloqi eng chiroyli bo'lganidir. Va xiyarukum linisaihim. Va sizlarni eng yaxshingiz ahli ayoliga eng yaxshi bo'lganingizdir dedilar. Qarang, hatto iymonni kamoloti ham nima bilan bo'lar ekan? Odob axloqni go'zalligi bilan bo'lar ekan. Shuning uchun ulug' zotlarda, sahobalar bo'lsin, tobiin, taba tobiin, ularda izdoshlari bo'lgan olim va ulamolarda hayotlarini o'qiydigan, o'rganadigan bo'lsangiz, birinchi o'ringa odob axloqni qo'yadilar. Birinchi o'ringa. Hatto payg'ambar alayhisalom muborak bir hadislarda aytadilar-ki, albatta mu'min kishi o'zining go'zal xulqi bilan dedilar, kunduzi ro'zador, kechasi ibodatda bedor kishilar darajasiga yetadi dedilar. Kunduzi ro'za tutmaydi, kechasi namoz o'qimaydi, lekin go'zal odob axloqda yuradi. Insonlar bilan chiroyli muomala munosabatda bo'ladi. Mana shuni evaziga Alloh taolo unga kunduzi ro'za tutgan, kechasi bedor bo'lib qoim bo'lganlik ajrini, savobini beradi dedilar payg'ambar alayhisalom.